unda ziyat yo'q, yo'qotib qo'yamiz. Tepkariga olishgan. Hop, tog'dan bu yoqqa xandaq qazilgan. Xandaq g'azoti ko'p qiyin bo'lgan. Musulmonlarning ahvoli tang ahvolda qolib ketgan. Juda qiyinchilik bo'lgan. Musulmonlarni butunlay yo'qotib yuborish uchun kelganlarning ham ahvoli yaxshi emas edi. Og'ir ahvolga tushib qolishgan. Bir ajoyib narsa aytib beraman. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, juda qiyin ahvolga tushdik-ku. Rosa qiyin endi. Och hamma. Hozir biz ham qornimiz ochib qoldi-yu. Rosa qorni och. Yegani narsa yo'q. O'ylanib turib, qorong'i. Birartalaring dedilar Rasululloh. Xandaqdan o'tib, o kofirlarning ahvolini bilib yana qanaqa ahvolda ekan bular dedi. Hamma jim. Men chiqaman deydigan odam yo'q. Endi o'ylab ko'ringchi, O'limda deng. o'limda. Men chiqaman deydigan odam yo'q. Voy, bittalaring chiqib kelar dedilar. Yana jim. Bittalaring chiqib kelar dedilar. Yana jim. Rasululloh odamlar ichiga yurdilar. Yurib ketyapti turib, Huzayfa shu yerdamisan dedilar. Undan avval aytdilarki, men va'da beraman, kim borib kofirlarning ahvolini bilgani borsa, shu odamga hech narsa tegmaydi. Tirik qaytib keladi dedi. Eshityapsizmi? Tirik qaytib keladi. Tirik qaytib keladi desam, bir o'tirmayapti. Shunda Huzayfa shu yerdamisan dedilar. Huzayfa roziyallohu anhu shat o'rnidan turdilar. Shu yerdaman dedilar. Qaltir qilyotgandim dedilar. Huzayfa roziyallohu anhu. Shu yerdaman yo Rasululloh desam, shunday to'xtadi dedi. Qo'rquvdan asar ham qolmadi. Borib ketyaptilar. Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sir sohiblari bo'lganlar. Xandaqdan o'tsa Abu Sufyon maylis qilayotgan ekan. Roziyallohu anhu. U kishi u paytda kofirlarning boshlig'i. Odamlar dedi, "Jo ahvolimiz tang qoldi-ku. Nima deysizlar? Bu holatda agar ular bizga hujum qilsa, pachag'imiz chiqarib qo'yadi. Obro'yimiz borda ketaveraymi?" dedi. Bu gapni aytishdan avval bilib bo'lmaydiki, buni odamlarning ichida musulmonlarning shpiyoni bo'lsa. Dedi-da, "Ichlaringda musulmon bo'lishi mumkin" dedi. "Hamma yonidagi kimligini bilib qo'ysin" dedi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhu yondagi kimsan degan ekanlar. Men palonchiman deb, "Tabobchim o'tir" dedi. Keyin Abu Sufyan shu gapni aytdi. "Nima qilamiz?" dedi. Men ketkim kelyapti" dedi. "Agar urushni davom ettiraman desang, qo'layla men ketdim" debdi. Deb shat o'rnidan turib ketayotganmish. Kimdi yonida hammasi, "Bu ketsa biz ham ketamiz" dedi-da. Turishib harakatni boshlab qoldi. Bu kishi keyin xursand bo'lib Rasululloh oldiga o'tdilar. "Yo Rasululloh" dedi, "Ularning kuni biznikidan ham og'ir" dedi. "Ular bugun erta ketib boradi-yu" dedi. Deb shu xabarni Rasulullohga aytdi. Payg'ambarimiz alayhisalom xursand bo'ldilar. "Bo'ldi, o'tir" dedi. O'tirishiga hali qaltiroq yana boshlandi. Rasululloh va'da berdilarki, "Sen eson omon borib kelasan." Shuning uchun hech narsa qilmadi, unga qaltirog'im to'xtadi. O'sha voqea shu yerda bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalomga mana shu joyda chodir tikkandir edi. O'sha chodirning o'rniga mana shu masjid qurilgan. Endi yana bir masjid aytib beraman sizga. Mana bu yerda ikkita masjid turibdi. Ko'rdingizmi? Bular remont qilinmagan, eski holatda. Bittasi Salmon Forsiy roziyallohu anhu masjidlari. Nimaga bu kishiga masjid qurdilar? Salmon Forsiy roziyallohu anhu Rasulullohga aytdilarki, "Yo Rasululloh, biz tomonlarda shunaqa dushman bostirib kelsa, shaharda ahvol tang qolsa, shaharda atrofiga xandaq qazishadi. Biz ham xandaq qazimaymizmi?" dedilar. Shu kishining taklifi bilan xandaq qazildi.
va shu kishini hurmatiga bir masjid solishdi. Bu Salmon Forsiy roziyallohu anhuning masjidlari. Nari tomonida yana bir masjid bor. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning masjidlari. Hop, mana bu yerdagi masjidda Hazrat Umarning masjidi deyshadi. Uni orqasidagi Abu Tolibning masjidlari, undan yana ham nariroqda uyda kichkina keladi, hammasi kichkina. Fatima roziyallohu anhoning masjidlari bor. Yana 7-masjid ham bor. Sal nariroqda. Hozir kelyapti, sizga ko'rsatdim-ku. O'sha masjid. Xullas kalom birodarlar, biz o'sha mashhur voqea musulmonlar Madina-i Munavvarani himoya qilib, xandaq qazib jang qilingan joyda turibmiz. Alloh subhanahu va taolo shu kuni bu joyda shahid ketganlarni o'z rahmatiga olsin. Bu joyda Madinani va Rasulullohning himoyasi uchun turib bergan sahobalardan rozi bo'lsin. Va bizdan va barcha mo'min musulmonlarning nomidan ularga yaxshi mukofotlar yog'dirsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Ya Robbim, ya zal jalal ikrom. Bizlarni ham kechir, ya Robbim, bizlarni ham kechir. Biz bu kishilarni yaxshi ko'ramiz. Bu joyda o'tganlarni yaxshi ko'ramiz. Bizlarga da ularga o'xshagan bir xizmatlar nasib ayla. Ya Arhamar Rahim. Salomat bo'linglar.